Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Yomjon Kamalov biologiya bilimimizni ozgincha ko'paytirib olamiz. Oldin ozgincha bilimimizni oshirib olamiz, keyin sizlarga tavsiya berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Tavsiya beraman va tavsiya qilaman. Shunaqa gaplar. Demak, 11-qoidasi. Evolyutsiya sintetika nazariyasining 11-qoidasi mikroevolyutsiya tur doirasida. Makroevolyutsiya turdan yuqori da turadigan sistematik birliklarda yuzaga keladigan jarayonlarni, ya'ni evolyutsion jarayonlarni ifodalaydi. Tavsiya shundan iboratki, bugun 21-iyun, o'zim boshlagan challenge 21-kuni va bugun eng uzun kun. Ertadan Xudo xolasa yorug' kunlarimiz qisqarishni boshlaydi. Bu degani nimani anglashimiz kerak? Bir tafakkur qilsak bo'ladi. Asosiy kelin kamayib boryapti. Siz bilan milliy sertifikat imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz yoki davlat imtihoniga tayyorgarlik ko'rasiz, umuman olganda biologiyadan boshqa qaysidir fanni o'qiyapsiz, imtihonga tayyorgarlik ko'ryapsiz, imtihongacha bo'lganingiz har kuni kamayib bormoqda. Nima qilish kerak desa, juda istardim o'zingiz ishlashingizni, ya'ni ozgincha bo'lsa ham bilingizni oshirishga harakat qilishingizni. Agar biologiya o'qiydigan bo'lsangiz, o'qituvchi bo'lasiz, biz videolarni ko'rib, ozgincha bo'lsa ham biologiyani bilimlaringizni ko'paytirib oling. Agar endi bu videoni ko'rish orqali challenge degan narsa yoki biologiya videolar orqali ozginchadan biologiya o'rganishga harakat qilayotgan mani ko'rib qolgan bo'lsangiz tavsiya qilardim. U birinchi kundan boshlab videolarni bittalab ko'rib chiqishga. Chunki ozgincha emas, birpasda 21 kun ham o'tdi. Ilm olishda zarari yo'q do'stlar.